Ertaga o'lasiz. Vallohida billohida bu hazil so'z emas. Tasavvur qiling, 2026-yil 1-fevral. Ertalab soat 9:10lar atrofi. Nafasing to'xtadi. Ruhing tanangni tark etdi. Yaqinlaring shokda, yig'lashyapti. Asr vaqtiga qadar seni yuvishdi, kafanlashdi, janozang o'qildi. Qarindoshlaring, agar bo'lsa 1-2 do'stlaring ko'tarib qabristonga olib borishdi va ko'mib bo'lishdi. Hamma uyga qaytdi. Uyda esa sening telefoning qolib ketgan, xabarlar va qo'ng'iroqlar kelyapti. Lekin ularga javob beradigan inson endi sen emassan. 1 oy o'tdi, ta'ziyalar tugadi, kiyimlaring muhtojlarga berildi. Hattoki zarradan olgan o'sha qimmat kiyiming ham senga nasib qilmadi. Sen joningni tikib turib o'sha yurg'izgan blogingni esa boshqasi yurityapti. Agar unda xayrli ishlar bo'ladigan bo'lsa savobi, agar faxsh va zinodan iborat bo'ladigan bo'lsa Alloh ofiyat bersin. Va oradan yarim yil o'tdi, endi faqat bayramlarda eslanasan. 10 yil o'tgandan so'ng esa bir bola bor edi-ku, Alloh rahmatiga olsin, yaxshi bola edi deyilasan, xolos. 20 yil o'tgandan so'ng esa na surating, na isming esda. Tasavvur qila, oradan 50 yil vaqt o'tdi. Hattoki seni avlodlaring ham kim bo'lganingni eslamaydi. Qabrtoshingdagi isming esa o'chib ketgan. 200 yil o'tgandan so'ngchi seni bu dunyoda bo'lganingni ham, bo'lmaganingni ham hech kimsa bilmaydi. Qabring o'rnida yangi uylar, yangi yo'llar qurilgan. Sendan hech nima qolmagan. Faqatgina bir narsa, ya'ni amallaring. Qilgan yaxshiliklaring, yolg'on gapirganlaring, birovni haqqini yeganlaring, o'qib o'qimagan namozlaring, hammasi yozilgan. U daftar hali yopilmagan. Dunyo seni shunchalik tez unutadiki, tasavvur ham qila olmaysan. Lekin Robbing seni hech qachon unutmaydi. 2026-yil 1-fevral dedik. Lekin hali ham o'zingni isloh qilishga vaqting bor. Lekin bir narsani unutmaginki, erta değil, hozir olgan nafasimizni chiqarishimizga ham kafolat yo'q. Har soniya o'limga tayyor tur. Bu dunyo seni qanchalik tez unutsa ham, Alloh seni unutmaydi.